TNT portlatuvchi moslama quraman va bu menimcha oson bo'ladi. Chunki nima edi? TNTni portlatuvchi moslama unchalik qiyin emas. Videoimni kuzatib borsalaring, buning qanday qurilishini ham bilib olasizlar. Qanunda biz videoni boshladik. Xullas, men endi mana shu yerlarga quraveraman. Mana qo'y xalaqit bermasa yo portlasa o'lib ketadi mana u. O'lgan bo'ldi. Va buning uchun menga hozir mana bu turadigan moslama va dastak kerak emas. Kerak, ketkinchalik kerak. Va TNT'lar kerak. Va shu bilan bitta mana bu kerak. Va bitta yopishqoq blogga olaveramiz. Endi nima ketdi? Xullas, endi esa mana bunday qilib chiqamiz. Xuddi Ender Dragonda oldiga boradigan portaldaqa mashina qilib chiqasizlar va nimcha qilib qo'yaveraman. Mana qo'yib qo'yaveraman. Chunki Redstone o'chish kerak. Endi Redstone'larda suv olishdan chiqib ketib qolibdi, mayli. Kreativ tomoni olaveramanda. Xullas, endi ashularni qo'yib chiqamiz. Ashuni qilib ana bo'ldi. Bularning o'rtasiga bitta mana bundan qo'yib qo'yamiz. Ashetiga va o'rtasiga dastak qo'yib qo'yamiz va TNT'larni qo'yib chiqamiz shunchasini. Do'stlar, mana bu TNT'larni ham qo'yib chiqdim. Rossayam ko'p. Endi esa mana bu o'rtasiga suvlar qo'yib chiqamiz. Mana shunday qilib. Olishdan chiqib ketib qoldi. Do'stlar, bu albatta o'xshaydi, faqat yaxshi bajarib va hamma joyiga TNT qo'yib qo'yish kerak. Va bunday qilsam ko'rasizlar va uchaman. Bulutlardan ham tepaga chiqib ketdim. Yo-mayo. Mazza bo'lyapti. Ana. Yana bitta qilamiz va yoqib qoldi. Yana uchamiz bulutlardan tepaga. Rostan tepaga o'tib ketdi. Yana o'xshadi, qo'yib oldim. Tushdim. Lekin buni jonlida qilsalaring aniq o'lib ketasizlar uchmasdan. Chunki men buni sinab ko'rganman. Ana ko'rib olishlaring ham mumkin. Mana jonlida qilaman hozir. Mana jonliga ham o'tib oldim. Endi sinab ko'ramiz jonlida. Lekin o'laman deb hozir bitta portlaydi, o'ldim-da. Ko'rdilaringizmi, o'shancha jonlida qilmanglar. Kreativ endi yana uchaman. Yo'q, ana blogim yo'q. Olish kerak. Ana. O'xshamadi.
Endi o'ta ko'p qilib portlatamiz. Dum. O'xshadi. Endi yana ham ko'p qilaman. Voy. Oho, hamma joyga tarqalib ketdi do'stlar. O'xshamadi. Yana qilamiz. Nelarga uchib ketyapti tentelari. Mashina qarovini tepada paydo bo'lib qoldimi? Bekor qo'ydim. Deb yana bir bora qilib ko'ramiz. Bulutlardan tepaga uchdim. Men ustiga tushdim, baribir o'lmadim. Aşağı oturaydı. İyi. Yo'q, qayoqqa uchib ketdim men? Ana tentilar qaylarda portladi? Mana yerda ham portlabdi bittasi. Endi tushyapti. Ikkita tushdi managa. Ana. Endi mana ularni tozalab qo'yish kerak. Do'stlar, mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Yanagi videolargacha ko'rishguncha, agar shu videoyim yoqqan bo'lsa obuna bo'ling va like bosing. Yanagi videolargacha ko'rishguncha, yanagi videolarda men bundan-da zo'rroq narsalarni qilishga harakat qilaman. Va o'shanda ko'rasizlar. Endi qatnashadi o'shanda. Endi qatnashaversinmi do'stlar? Mayli. Endi sen ham qatnashaverasan ekan. Xullas. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Yanagi videogacha ko'rishguncha. Ayy.